Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirlik dünyanın her qaysı çaylardaki kadirli qarindaşlarımız. Bugünkü ilminin zakitini bergeller 6. san programımızda Amerika NASA'dan kelgen kadirlik akimiz Doktor Erkin Sıdık akimizni stüdyomuza teklif bulduk. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Rahmet min teklif kılganınızga. Kurban bayramınız mübarek olsun. Özünüzden bolsun. Belki kurban ettin kin görüşünler mümkün bu programda, lekin şunda vaktiniz ziç şunda bop ketdi. Şunda olsun meni vaqt çıkarganınız için rahmet. Elime siz kelişten burun vaktinizni çıkarın dep sizden sorgandım. Bizden özgü sizden geldiniz. Allah razı olsun. Rahmet. Rahmet. Bu men üçün bir çoğun şeref. Müşterişalıqınızga intayin minnetdarlyk bildirim. Rahmet. Bizden burunki programımızı köygen buradarlar bilidi akçan ilminin zakitini belgelerinin bu 6. san programımız. Aslında birinci ya ikinci san programımızda Erkinkan bilen Türkiye'de İstanbul'u kelgen vaxtlarda muşunda qilishni oylaşkan, lekin uçakda yine şu aldıraşlarlık bilen vaqt çıkaramay kaldık. Allah bir gün nasip qipti. Rahmet. Vaktimiz biraz kız. Şunlaşka ilminin zakitini belgeler programımızda ben sizden 6 türlük bir sual sorayım ben. Bunun birincisi aldığından dep koyayım. Özünüzü kıskıça bir tanıştırırsınız. Ondan keyin okuş ve hizmet hayatınız doğruluk, tecrübeniz doğruluk. Ondan keyin yapı yerde mi okudunuz, o yerde ki hatırlar mesela. Kıskıça. Ondan keyin Amerika'ya okuşga geldiniz, o yerde yaşamadınız. Ondan keyin 5-incisi Amerika'da okuşluk halaydigan sabaqdaşlığa, okuwçylarga nisbeten yani yaşaşını, ticaret kışını yakışıyor mesela şu. Halaydiganlarga nisbeten qanday sözünüz var? O doğruluk biraz okuyup bersiniz. 6-incisi ahirki sözünüz ilminin zakitini beğenmeyenlerge qanday gitmeniz var? Beğengenlerge şu degендek. Bulu. Qanday olsa özünüzni tanıştırıp koysanız biz köpeden biliyorduk, lekin şunday olsa sizin ağzınızda bir anlatıp baksak. Buludu. Ben 1958-yılı Aksu'da doğulgan. Dadam Aksu şehirçide okutuşçuydu. Asasen şu yerde çoğun boldum. Bizimki urtuqallarımızdaki hemsi Yezida. 10 su nayısındaki Aral degen Yezid'di. Apam dadam her ikisi şu yerde. İşte bu aşka uçağda ben tuğulgandı ki lamkin medeni kılağı baştan ketip bizimki vatanda açlık işleri bolup ketip şundan qosaq toymay yaşagan kichik vaqtimda o'sgan. Bu aşka Yezida açlıklar kengretdi. Şuna bu aşka yaz tatili, qish tatilinin hemsi yezga berilip tuqqanlar bilan birga o'tkazgan vaqtni. Şu jarayonda aşağının izg'i emek chiqib degandek o'sha dayoyjin deydi aytgansiz. Dayoyjin. Cho'nsak deb ilgirlash. Dehqonlar bilan aytdi, quyuq o'tgan endi. Biz ham shaharda cho'ng bo'lgan bo'lsammi, qish tatili, yoz tatilida yezdilar endi. Shu dehqon bolalarni qag'ashni hamma qilatdim endi. Kalar saydab o'qituvchidigan, zambilda o'qituvchidigan, g'atlaqda o'qituvchidigan masalan, o'taydigan degandek, xaman tepadigan degandek ishlarni hamma qilib o'sdik. Ben başlangıçta 65-yilda kirgan, birinchi sinfga Aqsuda 4-chi o'rta maktabga. Uni 70-yilda bitirdim başlangıçni. O maktabda Xitoy o'quvchilar, Uyg'ur o'quvchilar alishib qo'ydigan maktabda yerim endi. 70-yilga kelgan chaqda bu maktabga o'quvchi qabul qilish yozni qishga o'zgarib ketdi. O'zgarib shunday o'zgartimiz deb bizniki başlangıçta o'quvchimiz yerim yil uzrab ketdi. Shuning bilan o'rta maktabga qish vaqti kirdim men. Qish vaqtiga kirib o'rta maktab bitirib bo'lsak, bu o'qish bitirgan vaqtda yozga o'zgardi. Boshdan bilan 76-yilda o'rta maktabni bitirdim. U orliqdan nayt ko'p hikoyalar bor. Alqamadniqlarda mana shu o'qishim kirgi yo'q. 9-chi deb ziyonlarni ular kurash qilishlardi, ucha chiqib ketdi. Ishga chiqib maktab boshqarish degandek. Boshqa biz nurg'u vaqtlarimizni yezda o'tkazdik shu joyda. Maktabniki maydoni vaqti yashadi, 1 yil to'g'an biz. Ondan keyin ishga chiqib maktab boshqaramizda biz bir traktor remont qilgan zavod berib, u yerda 6 oyda ishlagan. Men shu joyda traktor haydashni o'rganib olgan. Shu o'rta maktab vaqtimda. Uyini oldim, qilib oyat shunday o'tib ketdi. Ondan keyin o'qish bitgan kunisi yutgan ko'plarni tinib, yezga qaytarib o'tishgan. Men 10 suv nayisiga tushdim. Biz ham Aqsu 1-chi o'rtada o'qigan endi. Bu yerde çeniqib nişan
2 yıl yaxshi ishlab bir xizmat tepish, bir ishchilik xizmat tepishda shu nishon endi. Yaxshi ishlamasak chiqolmaydi qo'yadan. Ashta qilib yezida 2 yil ishlayapti. Shu chog'da endi Deng Xiaoping ma'rif sistemini isloh qilib, oliy maktabga imtihon bilan kirilgan ish yo'li qo'yildi. Shu chog'da men 10 yil imtihon berdim. Ashta bilan ayni vaqtda Abdul Raim bo'yicha Uyg'ur tilida imtihon bergan o'quvchilar ichida 2-chi bo'lib, Shinyan universitetidagi elektr kasbiga kirib o'qidim. 78 yil 1-oyda 83 yil o'qishni bitirib Shanxayga berib 1 yil bilim oshirdim. Undan keyin qaytib kelib, Yaponiyaga berib, u yerda 2,5 yil bilim oshirdim. U yerdan kelib, undan keyin Amerikaga chiqib o'qishni boshlab, magistrlik, doktorlik o'qishlarini bitirib, undan keyin shu doktor ashliqni qilib, har xil shirkatlarda ishlab, hozirga qadar ishim davom etib shu vaqtda Kremniy jilg'isida yuqori texnologiyalik shirkatda 3 shirkat ishladim. 3 yil, 1 yil bo'lib. Undan keyin NASAga kirdim. Onun oldida Amerikadagi Sandiyan davlat tajribaxonasida 1,5 yil doktor ashli bo'lib ishladim. Shu nurg'un jarayonlarni besib, endi bugungi kungacha ishlab kelyapman. NASAga kirganimga hozir bu yilning oxiri 15 yil bo'ldi. 15 yil bo'ldi. Endi mana shu ömrümde en uzun to'g'ayam ish bo'ldi. Rahmat, Allah razı olsun. Sizni to'la insonlar bevosita kurashmaylik. Ammo sizni maqolalaringizdan tonib kelyapti. Masalan, siz yeziqchilik shu vatandagi yoshlarni ilhomlantirish uchun bilik va Selkin to'g'rida şeyde suhbat elib bordi. Selkin'de televizor programı nimede bilik yazma. Onun da yazmanı maqoldi. Ondan keyin cuma günü o'qiydiganga payshanba kunlari maqolalarimizni tayyorlab shunday kelyapsiz. Ondan keyin kitoblashtirib chiqardik. Nurg'un odamlar foydalandi. Alloh razı olsun. Sizning shunday o'zingizning kasbiy yozuvchilik emas. Ammo shu sohaga kirishingizdagi asosiy sabab nima? Menden de şu başlangıçtaki birinciliğinden tartib o'qishim yaxshi sinfda. O'qishim fevkalade yaxshi, şuna bolalarga topshiriq tushundirish ishini va kichik boshlagan men boshqalarga yordam qilib. Boshqalarga yordam qilsam, o'zimni bir zo'r xo'shallik, undan keyin qanoat his qilaman o'zim. Va kichik boshlagan bu ishni boshqa qilib yurib, boshlang'ichni bitirib o'rta maktabga kelib 9 o'qigan vaqtimda akamız ikimiz radyoga qiziqib kelib, u chaqda radio ancha umumlashgan emas. Radiosi bor odam noiti obro'li boy odam hisoblanadi. Shunga radiosi bor odamlar radiosini dumrisga esirib ko'chalarda yo'q qo'yib qo'ygan taqsin ko'chalarda. Haq anlasin deb endi. Ashta vaqtlar endi. U nur asosan kishilar uyda radiom yo'qda. Shu chaqda biz radioga qiziqib, akamız ikimiz radio qurashtirishni ishini boshladik. Kichik bir qopqa bir kuchak kuchisi bor, quloq tiqib oladigan bir talon batareyada manglagan ashadasini qildik. Osh vaqtlarda men dallalaqi bilim asqatmaydi degan safsatda butun Xitoyni qoplagan bir vaqt endi. Mallarniki kuni intayin tez. Mallar dasvetamaydi, o'quvchilar kapsizlik qilib malni shu sinfni qo'llab chiqarib boshlashlar qilgan vaqtlar. Men shu radio qurashtiraman deb shu chog'da bilimniki qanchalik muhimligini his qilgan. Bütün tashviqot bilimning kirgi yo'q deb, savotsiz bir dehqonni qahramon tashviq qilib yurgan vaqtlar shu. Bütün Xitoy mamlakat ichida. Lekin shu radio qurashtirishdan men bilimniki intayin asqatganligini his qilgan. U chog'da u radioga oid hech qanday o'rich kitoblar yo'qdi. Biz shu Xitoy kitobini sotib olib, rasm Tokyo'ningki sxematikasi bor, rasm bor. Shuni ko'ralaydik. Ondan keyin radioniki, zapchasniki markasini o chog'da iqtisodimiz yaxshi emas. Bu zapchaslar shunday qimmat. Ashta akamiz ikimiz har xil ishlarni qilgan. Masalan, biz necha kilometr jiroqqa berib, qunalning ichiga o'tlarni urib, uni bog'lab, dumimizga otib ko'tarib kelib, bu degan 10 necha yosh vaqtlarimiz endi. 92-yillik vaqt bo'lmasa, menga 13-14 yosh vaqtlarim. Ashuna kelib, shama-shama bozorda turib, bir olgan bir mochang deydik endi. 10 tiyinga sotdik. Setib, 10 bog'lam, 30 satsak, bir tal zapchasi keldi. Uni qildik, ondan keyin shu aslatxalardan sunak, ondan keyin tumirning parchalari ashlarni tepib, uni sotdik. Undan topgan pulimizni shu radioga ishlatib degandek. Ashta qilib yurib radio qurashtirdik, o'yiniki qiyinchilik bo'lganidan keyin opam dadam
ananas yapırdıgan iqtisadi güçümüz yok. Aşta kılıp kıldık. Şunun olan bu bilimdeki kadrini gördüm. O çağlarda biz hukukda kitaplarımı yok, Uyghur kitapları katili yoktu. İhtimal ben Tuluksuz'un ikinci yılı deymen. Şu çağda tunci, şu ösmürler okuyduğun Uyghur kitap besildi. Kızıl Pöpöklük Neyze'de. Bu aslında Xitaycı kitap o. İşte yazılan İnkılabı kitaplar. Yapınlığa karşı uruş devrdeki bir vakayanda. Aş kitap Uygurcaga tercüme kılındı. Tunci kıtının neşrinden çıktı. Ben özüm bek kitap okuş amraklagan kitap yok da endi. Şunda hoşuk ettim. Kitapniki xabarini çıkıdığan vaxtını okuğan vaxtını tatip onu alımen dep sınıftaki balalarga təşviq qilib, mesela kitap çıkardı da okuyla, men pullarla men ekip berey dep şu jada sınıf boyunca men pul yığıp o yertedek balaga kitap ekip taqatqandım. Birinci kitap şuna isimli bu endi. Aşta qilib ötdük. Ondan keyin hayatlarımız yezdiğo endi yezdiki birden bir nişan 2 yıl obda işlep bir xizmat tapsam, işçi olsam degan şunu nişan bor endi. Aşta bu başqa men özümün sağadaşları bayaga baramadım. 10 yıl ketken boğalığım için. Hiç qanday tunumaydigan bir cemiyetke kirdim bu yerga berip, bala hiçqasını tunamadım. Aşağı kirip aşağıda turup, aniki Allah azra balalarla tunuşup, u yerki balalarını teşkillep, imkan var maşa yezidan tizar qutulduğan işini qilay dep, şu kentde men tushgan yerda G'olib Joda deb nayta Joda chiqarishda danqova bir bala bor ekan. Shu chog'dagi nay boshlig'ining o'g'li. Uni xalam uramdi, bir narsa qilamdi, qutulala ekan desa, nay boshliq bo'lgan ekan. Shuning do'sti bo'ldim men. Eng nachar bala bilan do'st bo'lib, ikkimiz aşağıda har xil ishlarni qilib, yezni qutulash ashta qildik. Munosabatimiz yaxshi bo'ldi. U yerda san'at umak tashkil qildim men. Ancha-muncha saz chalaydim, she'r yozdim. Ashta bo'lgandan keyin hem şair, hem muzikat, hem sazcı, birden tambırcı, birden rapçı atkan, birden tapçı atkan, birden dutatçı atkan degендek. Başta sanat ümidi teşkillep, nayiniki kulüpte uyun koygan işlerimi boğandı. Aşağını kılıp ki imtihan tüzümü ıslah boğandı ki okuşka kettim endi. Andi çıkıp müşteriyanda özüm başkalarına yardım kısam, nayiti bir xil xoşalıq tapım ben. Oxşamagan adamlar o'xshamagan ishlarni xo'shalik topadi. Shunga bir istak bo'ldi insonda, odam insonlar yaratilgan endi. Menga bo'lgan bu xil istak, boshqa rozimanlik endi, boshqa yordam berishdan tug'ilgan endi. Boshqa bu boshqa shu bo'yicha menga o'tir maktabim shu, lekin millat nisbatan alayda kuyimim bor o'zimniki, cho'ng bo'g'uvchilik ko'rgan shirin bor, Uyg'urlar bo'zaq qilingan boshqalar tarafidan Aştaq işler öttü, üzerine 5 yılım öttü. Mesela bir misal var, qat isimden çıkmaydigan. Ben otur mektep okuvatqa vaqtimda bizim öy var mektep bir Bingtuandaki Tuanbu bulup baş ştat bulup tuğan endi. Askerler vardı, laqmılık askerler vardı. Askerler başqa haftada bir qatım kino qo'ydi. O'sha kinoni sirtli qo'ydi, anaqada sho'gilib maqnagan lentada qo'yilgan kinolar var. Sirtli qo'yildi. Mesela her hafta bir kino var ya şembe günü, kino kurduk. Bir günüsü şu şembe günü kino koyduk adamın tutum gittiğimiz yani. Her hafta kırıp doğan boğan iken. Top oynadık bir 7-8 adamla. Top oynadık ya ben berip tağa bigen nemi kino, et nemi kino koysan da sordum. Ben bir küçük bala endi. Da sorsam Lowey dedi. Lowey degende top oynayotgan bütün adamlar kuluşup ketdi aşağıda. Kızışıp ketdi, bu gap degan shunchalik ta'sir qilib ketdi menga. Bir necha kun uxlamay ketdim. Az qilay deb boshlab shu nimaniki harbiylarning boshqa az qilay deb. Endi kichik vaqtim bu, 10 necha yosh vaqtimda. Az qilay deb o'ylab, men az qilgani bilan qog'alar hammasi bu o'rnatdi desam, ishim tugaydi, oqmaydi. Dedim, lekin shunchalik shu ozaryap ketdim baratichilik. U ish bo'ldi, lekin oliy maktabda bo'lgan voqealar bor ish qilib başqani qulig'iga qilib xorlanish. Ash narsa mening yuragimni ezib o'tdi davomli. Men o'zim bak nimaga chidamayman, naqcha chidamayman adolatsizlikka. O'zim shu kishilarga qat'iy adolatsizlik qilmayman. Har qanday vaqtda. Buniki bir oddiy misoli, odam orlig'ida gap talashib qoldi. Shunda. Unda xarakter yo'q odamlar hech qanday vosita tanlamay turib sizni yengib olishga tirishadi. Ben de onda emas. Ben yengil kesem o adaletsiz qilolmayman. Rostga qilaman, yengil kesem mayli deb. Adaletsiz qilganlarga chidamayman adaletsizlikka jazosunda. Lekin ko'nglimda chiraymi chiqadi uni. Ashta qilib o'tdim.
Şuna almete okutkan vaxtlarımda məktəbdəki oxuyuşlar aşmasının rəisi oldum. Mən qavatqan nəçə vəzifələrə birisi şu anda. Aştaq bolğandan keyin qanday qılsaq məş millət biraz özünki köksünü kirib bir insandək yaşaş imkaniyatı ega bolurdu deb yangi o'qish kirgan bolalarniki tarbiyasini chin tutqanman. Har yili yangi o'quvchilar kirgan vaqtida o'quvchilar uyushmasidan bir safarbarlik yig'ini ochatdik. Bolani o'ynashga safarbarlik qildiganlar. Endi biz u yerda birinchi yili yuqorida tayyorlik bosqichida xitoycha o'rgandik endi. Xitoycha o'rgangandan keyin men shu chog'da har yil so'zlaydim. Shu so'zga vaqtida qilgan gapimning birisi hozirgi jamiyatda bir millat, yana bir millatniki quli bo'lib qolgan ahvol ancha yo'q. Lekin bir millat, yana bir millatniki tilining quli bo'lib qolgan ahvol intayin ko'p. Buni biz har kuni turmushda ko'rib turyapmiz. Shunga ajratilgan bir yil ichida xitoycha yaxshi o'rganinglar degan shu uchurni bolalarga kuzatdim har yili. Ashta qildim, sinfimdagi bolalarga bak yordam qildim. Ish qilib fursatlar bo'lsa, men boshqa yordam qilib boshlab keldim. Bu chog'da biz o'qiydigan uyg'urcha material narsa ancha jiq emas. Qayim turdiniki tunji qitimliq roman chiqqan chog'da bizning vatanni tavrit etgan. Roman bo'lmaganligi uchun. Qaysi romandı? Qayim turdiniki birinchi ismi roman ismi yo'q, lekin tunji qitim chiqqan romanniki qayim turdi yozganligini o'qiman. O'shada shuna bir cho'ng xabar bo'lib boshqa olib ketgan. Ashta olib ketdi, ammo o'qigan narsa jiq emas. O'chog'da men shu xitoycha jurnal gazetlarni ko'p ko'ratdim. Yoshlar haqidagi, yoshlar jurnali, yoshlar gazeti deb. Shu narsani ko'p yurib bir qism nazariyalarni shakllantirgan kallamda. Shu yoshlarniki hayotini qanday o'tkazishi haqida. To'g'ri. U vaqtda shu olimat o'qitgan vaqtlarimda Urumchidagi o'rta maktablardan bir qanchasiga berib so'zladim. Masalan, men qanday o'rgandim degan temani so'zladim. Undan keyin oliy maktab imtihoniga qanday tayyorlik qilish kerak deb. Men bu har qatim imtihon bo'lsa tayyorlik qilaman. Natijam bak yuqori meniki shu oliy maktabda o'qigan 5 yil jarayonida 100 yil olamagan bir qatim 100 yil olamagan vaqtim qoldi. Hamsi dars 100 yil mumkin endi. Shu chog'da maktab bo'yicha statistik qilgan chog'da meniki to'q 100 oldigan o'quvchi mendan chiqatdi mashada. Ashtaqdi. Uni bu chog'da taxminan 5 o'quvchi vazifam bor. Har haftada 2 kun tushdan keyin yig'in ketadi vaqtim. O'zimning darsi bor. Ana keyin til o'rganishdan boshlab bir yil xitoycha o'rganib, keyin 2 yil inglizcha o'rgandim. Oxiri 2 yil yaponcha tilini o'rgandim. Ashunda qoldirash. Meniki optizmga vaqtim, tamoq og'ili uchratgan vaqtim, hammasi o'rganish vaqti. Yani Ali Mektep hayatınız 5 yıl bitti. 5 yılda bizimki birinci yıl hanzuçuluk çıkartken. Tayyorlik bosqichi, yani 4 yıl kasb o'qidik da shuni. Ashta o'tib, ondan keyin buni o'zimniki amaliyotini o'rgangan nazariya bilan birlashtirib, shuni boshqalarga yetkazib degandek. Shunga o'rta maktabga berib, shu 2 qatim liseyaga 63 qatim berdim yani. Uning unumi shunchalik yaxshi bo'lib ketdi. Cho'ng zal natijada adam o'quvchilar bor endi. Yerga bir toz yig'ilib ketsa, anlattı. Shunchalik jimjit bu. Maydon shunday bo'lib ketdi. Uni u yergalar o'chada mana tep lentlarga engilib, keyin radiolarni badi, o'qituvchilar sinfga bolalar qo'yib turib degandek. Ash vaqtda endi yolg'iz o'zimla mangmay yo'lni. O'zimniki muvaffaqiyat qozongan yo'limni boshqalarga deb berish orqali yine atrofimdagilarga ta'sir ko'rsatib, ashtaq bir xil ularga bir ijobiy energiya berib mang'animdan shunchalik rozi bo'lgandim endi. Buniki meni qilganim uchun millatni menga intayin ko'p berdi. Shunchalik qadrladi, hurmatladi. Shu maktab ichida bir ajoyib ahvollar bor endi. Men yo'lmasam o'quvchilar yo'lni bekorlab turdi. Men undaqlicha qalab ketmaydim endi. Xudolik bir iloh darajasiga ko'tarilib qolgandek ba'zida biz ham yaxshi ko'rmaydim. Men oddiy odam endi. Ba'zilarda men maktabdagi o'quvchilar uyushmasiniki ishxonasida yotib turatdim. Yotdig'im ishxon maktab o'quvchilar uyushmasining ishxonasida. Shunga o'rniga kirsam shu o'qituvchilar darsxonalar binosida, o'qitish binosining ichidagi o'rniga kiraman-da. Kirsam, ketib qolsam, jiratdan o'sha kelayotgan bolalar kirmay salab turadi-da. Meni oldiga kirib olsin deb. Men xohlamaydim, kirin deydim. Ammo o'sha falarni ko'rib, shunday bir xil hayajon ichida yashadim, bir mezgil yashadim. Andan keyin men qattiq o'ylandim. Burunqi erkinsizlik bilan men yezdi qaytarib berayotgan erkinsizlik bilan hozirqiniki farqi nima? O'xshash odam.
o'xshash adam meni qiymatimda shundoq osmon zamin o'zgarishib ketdi. Yezida biz qo'saqda o'zish uchun ishlagan. Shunda. Ul qolmaslik uchun. O chog'da bizga maoshim bermaydi, hech qanday iqtisod bermaydi, faqat tomoq bilan beradi. Numurmi yo'q? Numurmi yo'q? Tomoq qilishlaydi qiladi. Deganda kun chiqqanda ish qilardik, o chog'da soatmi yo'q. Men chini qayerda to'qmi yo'q, hatto to'q yo'q deydi. Biz sham yiqib, jinchiroq yiqib turib başta yaşagan endi. Men bir oydak pat vaqtim jangalda o'zim yolg'iz. Pat vaqtim u endi soatmi yo'q, hech qanday radio degan narsadan ig'lash qilolmaydi endi. Başta bu boshqa bir to'p qo'y bilan bir necha ot bir yashaydigan gapda. Faraz qilib baxsanglar bilasizlar, u turmushniki qanchalik zirkish bo'lganligini. Men shu chog'da endi ayni vaqtdagi shu taqdirdan qutulish, yashash tadbiriga erish uchun Xitoy tilini o'rganayda Xitoy tilini o'rganish boshlagan yezik vaqtimda. Lekin o chog'da kitob yo'q. Tilini o'rgangan kitob yo'q, lug'at yo'q, hech nima yo'q. Shunda. Ammo mavzuning asarlarini bekor qo'yadi. Hamma yerda mavzuning asarlari borda. Shu mavzuning asarlari to'plamining 5-siniki Uyg'urchasining birini, Xitoychasining birini evilib, jangalda ikkisini bir-biriga solishtirib, mavzuning ma'nosi nima ekan deb Xitoycha o'rgangan ishlar. Ashta o'rganib yurganda o usulninki unumi xili bağlı deymiz, seliştirib öğreniş. Onu qilsangiz ham so'z yodlaymiz bu deymiz. Shunda qilgan bilan hamsa so'zni nuqul yodlasangiz asli qoldirmoq tez. Uni jumla ichida ko'p o'rgansangiz, uni ilmi bak yaxshi bo'ladi. Buni mana kim yakillab chiqqan. Hozir endi men bir qism maqolalarda nihoyatda donliq kişilik taraqqiyotga oid mazmunlarni ishlatdim men Uyg'urcha maqolalarimda. Mazmunni tarjima qilib. Xudoyim bo'lsa, keyingi bir yil ichida shu bir beti Uyg'urcha, bir beti inglizcha ash mazmunlarni maxsus to'plab bir kitob qilib chiqaraymi deyapman. Bu qatim xiljiq yoshlarni uchratdim, o'sha inglizcha o'qiyotgan yoshlarni. Ularga aşağı bir material bek lazım ekan deb o'yladim. Nimishqa desam, men uni qilib qo'ygan aslan. Men u inglizcha materialdan foydalanib Uyg'urcha maqola qilib yozib, buncha misolki men beni ko'rsatib qo'ygan endi. Lekin anda bir-biri selishtirib bir betning ishi edimi unda? To'g'ri. Shuni qilay deb shu bir yerga kelib qoldim, mana shunaq. Shu joqdimi shu ashtaq boshlarga ta'sir ko'rsatish natijasida o'zim shunchalik hayajon ana shu vaqtda alaqadek ahvollarni tahlil qilib yurib, muvaffaqiyatning tanlamasi degan tanlamani ishlab chiqqan. Shu muvaffaqiyat, tirishchanlik, talant, tirishchanlik va fursatniki yig'indisi qatanda. Endi mendagi talant, tirishchanlikda o'zgarish bo'lmagan meniki. Yezda qanday odam bo'lgan bo'lsam, Şinjan Üniversitesiga kirgandan keyin o'xshash odamman. Birla farqli narsa nima bo'lsa fursat. Mendagi fursat o'zgarganda, mendagi fursatning o'zgarishi bilan meni qiymatimni shuna osmon zamin o'zgarishi bo'ldi. Shuni o'ylamashdi ta'limni yakunlab chiqqan. İzchil davomlashtirishga turtki bo'lgan narsa nima? Masalan, odat shakllantirdingizmi yoki bo'lmasa boshqa onun bir g'oya yoki boshqa bir narsa bormi? Menda g'oya bo'lgan. Shu Tuluqsiz o'tirib o'qitgan vaqtlarimda biz 6 bala dadam yolg'iz ishlaydi. Buni opam ishlayotganda bir kampit zavodida. Keyin inim tug'ilgandan keyin 3 bola bilan opam kelib ketib, dadam ishkirda o'qigan edim. Shu ishkirda o'qishga ketdi. Opam yolg'iz bola qarab keyin qilib, xizmatdan chiqib qoldi ekan. Ashta bu boshqa bizning butun oilani boqishga dadamning maoshi bilan tayinlatdik. Shunga turmushimiz yaxshi emas. Andaliki yezlarning turmushidan yaxshi, lekin men umumiy qaragan chog'da ashqatna jafoda o'tgan. Ashta bu boshqa men qanday qilsam taqdirimni o'zgartiraman degan narsa shu chog'da qalamni kavagan endi. Sinfga qolgan kiyimi menda yaxshi, tamoqi menda yaxshi bolalar ko'p desindim. O'zimga qaragan chog'da. U ta'sir qilgan shu chog'da ashta qilib yurib, shu chog'da o'zimga 3 nishon tiklagan. Birisi bir baxtli oila qurish, ikkinchisi o'qishni eng yuqori shu dunyoda o'quvchi o'qishdan hammani o'qish, u joyda o'qimaydim dunyoda o'qishdan nimaligini. Masalan, qanday doktor unvoni bor degan gapdan o'qimaydim. Lekin o'qishdan hammasini o'qish, uchinchisi o'zimning ixtiyoriy, iqtisodiy taqdirini o'zgartirish degan. 3 narsalarni nishon qilib olgan. 3 ta g'oyangiz bor. Buni unutib qolmang siz gapingizni. Masalan, taqdirimni o'zgartirish deyapsiz masalan. Iqtisodiy taqdirimni degan gap, masalan, bizning oilamiz shunday bir kambag'al oila bo'lib qoldi. Kelgusida ben iqtisodiy jihatdan mandini yaxshiroq bir demak, Mishel'in ait muhim bir nokta var. Meyli qandaylar taqdir olsun, siz o'zingizning taqdirini o'zgartirishni o'ylayapsiz, shundaymi? To'g'ri. Allah meni peshonamga yezib qo'ygan mushu kun Mishel'da ko'rishni
bizga nisib qilib kelib mishada muyda o'timiz degan narsani siz o'ylamadingiz. Yo'q, bunday o'ylamadim. Men ishlasam, jabhat alsam, cho'qim buni natijasida ko'raman degan. Undan keyin g'oya buning nisbatan sizni ittirib turadi, shundaqmi? Ash yurinishga qarab. To'g'ri. Şu bu takdir meselesi pek mühim meseledir şu. O to'g'rilikma yazdığınız kitaplarınızda. Şu bu takdirni o'zgartirib bo'lgan narsami, bo'lmami?